Assalomu alaykum kanallarımız hürmetli obunachilar, hürmetli dostlar. Bugünkü satıva çıkan xonadonimiz Urganch shahrimizda. Demir yo'l baysasının yanında 4 qavatlı binanın 4-chi qavatında 2 kvartira bilan tanishib o'tamiz. Stansiyasi o'rta stansiyada однотонный fonda ekan. Akkuratniy joy. Girish ishlaridan yog'och eshiklardan qo'yilgan devorlar mir fonda. Hazda hayotinglarga gilamlar döşelgan. Bu tarafda sanuzeli, keyin bu tarafimizda aşxanası bo'ladi. Hurmatli vatandaşlar, bu yanımızda 3.10-5.67 ayda zal kısmı, keyin 2-3 razmerda verandasi joylashgan. Zo'r mesada, yana tarafında bog'cha ismi, maktab ismi yo'q. Keyin suv svet gazlar ham VIP, transport 5 marshrut turibdi. Bu yerimiz yana polug'an 2-3 razmerda, aynalara akfa ramlarında. Hazda fonda turibdi. Bu tarafimizda esa spalni, ya'ni yotoqxonasi. 2.70-5.67 ayda binolar, yog'och aynalar ekanizda. Narxı zor 315 milyon so'm, dokument ishlovdan muammosi yo'q. Ishlari yog'och ishlardan, hurmatli vatandoshlar. Bu tarafimizda esa sanuzel ham fondan chiqib turibdi yuqori, pastlari yarim berdan pasi, krasidan chiqqan. Unitaz, vannalar, suv ichuvchilari bor, bu yerda agu kotyoli joylashgan, hurmatli vatandoshlar. Bir oshxona qismi bo'ladi. Mebeli baylang, eskilar bo'lsam, bu yerda gaz plitalari, gaz chiqishlari, ishlar yog'och ishlardan azlar. Ajoyib место положенияda joylashgan, texnik zo'r mesada. Hurmatli vatandoshlar, narxi ham ajoyib 315 milyon so'm. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekranda sizlar uchun обязательно nomerlarimizni qoldiramiz. Kanallarimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hamma sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi videoda sog'lom, yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha deb qolamiz.